qaranglar, rekordda 38 ta transport vositasida qoida buzyapti. Lekin aynan shu 38 ta transport vositasini qoida buzarlik sababchilari ham bor bo'libdi. Mana yo'l harakat qoidalarining 91-bandda yozib qo'yyapti-ku, piyoda o'tirgan joyga 10 metrdan kam masofa qolsa to'xtash mumkin emas. Nimaga? Chunki o'tmoqchi bo'lgan, nari betiga o'tmoqchi bo'lgan piyodalarni to'sib qo'yadi bu. Iltimos, hurmatli haydovchilar, mashinasiga e'tibor beringlar. Piyoda o'tirgan joy olib to'xtamoqchi bo'lsanglar, to'xtab turmoqchi bo'lsanglar, kamida 10 metr masofa saqlanglar. Boshqa transport vositasi yaqinlashayotganlar ham shu yerda nima bo'lyapti, qanaqa voqelik bo'lyapti ko'rsin. Va kelyapsizlarmi? Tartib solinmagan piyoda o'tirgan joyga sekinlashinglar, e'tiborli bo'linglar. Iltimos, yo'l harakat qoidalariga rioya qilinglar. Bular ham. Bu yerda hozir qoidabuzarlik bor. Bu haydovchilar ham buzyapti. To'xtash va to'xtab turish qoidasini buzyapti. 91-band. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Boshqalarga ham tarqatib qo'yishingizdan chiqmasin.